Boshadirim. Bugungi videoda men sizlar bilan hozirda ikkita modni obzor qilib beraman do'stlar. Kimga reklama xizmati kerak bo'lsa iltimos aytaverib, mening o'zimga pul topay. Xullas do'stlar. Короче, men hozir ikkita zo'r bitta modni obzor qilaman. Qaranglar do'stlar, mana. Matnda qanday narsa chiqyapti. Ko'rib turibsizlarki, mana qanday bu narsalar uni nechta himoya qilishi va nechta qoldirishi. Xullas, qarang, to'rtta bu to'ydira do'stlar. Qarang mana. Hozir albatta 1,5 ta to'ydiryapti. Mana do'stlar, mayda turgan bo'lsa 1,5 ta. To'rtta to'ydi, 4ta bo'ldi. Pulni kiysa hammasi to'ladi. Mana qanday. Bu 1,5 ta to'ydiradi, bu 3ta. Bu 4ta. Bu 1,5 ta to'ydiradi. Shunaqa qilib men bunaqangi modni ham qilaman. Do'stlar, yana bu qarang, ovqat 1 soniyada yeyiladi deyapti, qarang. 1 soniyada yeyiladi. Nechta to'ydirishni ham yozib qo'ygan. Do'stlar, ikkinchi modni ko'rsatishdan oldin sizlar bunga e'tibor beringlar. Sehrlangan oltin olma va sabzi 3 ta to'ydiradi. Bu sehrlangan oltin olma hattoki 2 ta to'ydiradi, lekin zo'r himoya qiladi deyapti. Hamma narsa bu mana. O'lim deyapti, qarang. Mana bu yerda. Yemanglar degan bitta pilscha chiqib turibdi do'stlar. Bilgan bo'lsalar, achitdi. Xullas, mana shunaqa yemanglar deyapti, короче. Men nechta otib yubordim. Do'stlar. Hop. Do'stlar, yangicha qarang. Tashlab yuboryapman. Endi bunday qildim. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Mana qanday narsani ham bilib oldim, kimga kerak bo'lib qolsa. Lekin bu taxtaga hech narsa qilmaydi. Va ikkinchi modim. Bu nayzani bunaqangi qilib qo'yadi. Ovozlardan shuni qaranglar. Hozir oddiy rejimga qaytib olay. Do'stlar, sizlar mana buni qaranglar, shunchaki va baho beringlar. Unaqa otganda qotish bor, lekin qiyin narsalar ancha yaxshi. Aytgancha buni sehrlasa ham bo'ladi. Bu nayza nuqta do'stlar, bu nayza. Ustiga yozib qo'ygan bo'lib qolganmi? Kim o'qish ko'rganini bilmadim, lekin bu nayza. Hozir men eng kuchaygan versiyasini yasayman. Buning uchun esa bim pam pum. Hop. Mayli, hech narsa qilmaydi. Eng kuchaygan versiyasini yasay. Eng kuchaygan versiyasi esa bu, kim bilmasa, 30 bitta. Bu 30 bittadan ko'p qo'ygan bo'lishim mumkin, lekin u aniq chiroyli bo'lmas edi. 7 ta chiroq yo'q. Qanaqa? Va bu metay bilimlarni o'ziga tushdi boshladi va bu allaqachon 30-darajada do'stlar. Kim bilmasa, tabiiy 3 sehrni beradi. Bu esa dahshatli sehr.
8tadan ortib tursa buni uroni. Kim bilmasa, endi buni unaqa ursa ham bo'ladi. Faqat ochishda qanaqadir muammo bo'ldi. O'zi sehrlagani uchun. Qanaqa sehr? O'zi nayza ko'rib turgan odam aytdi, nayzani belgisini qilib turibdi. Nahotki ota olmaymiz. Qanday o'zi bilan? Qanday bo'lsa, hop. Mana. Bittasi sehrlanmagan, bittasi sehrlangan. Qaranglar. Otdi, mana do'stlar, otdi. Bu 2 barobarda saloshi. O'zi endi bu qaytib ham kelyapti, ko'ryapsizlar? Hozir do'stlar, sizlarga ko'rsataman. Qarang. Hop. Ketdi. Ko'ryapsizlarmi? To'rda bolg'asi bu. Endi qaytib keladi. Qani qaytib keldi? Bu ana. Ko'rdinglarmi? Qaytib kelyapti. Sizlarga qaytib kelayotgan isbot qilish uchun mana jonli o'taman va o'taman. Va mana qo'limga qaytib keladi. Ko'ryapsizlarmi? Bu haqiqiy dahshatga aylandi. Do'stlar, endi bu atakka qanaqangi sehrlangan qaranglar. Men buni urardim-ki, bu meni hozir qoqib tashlaydi. Yo'q, qoqmaysan, men seni kuchliman. Yo'q, qaytib kel. Qoch, endi bundan qoch. O'ldirib tashlaydi, qoch. Yo'q, hozirroq tezlikka o'tish kerak. Va men o'rgilmadimmi? Yaratjon, o'lib ketdim. Amal. Do'stlar, muhimi video sizlarga foydali bo'ldi deb o'ylayman. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Iltimos 100 ta bo'laylik. Video tugadi.